Xon Atlas. U haqda bitilmagan rivoyatlar, aytilmagan hikoyalar tugamasa kerak. Aytishlariga qaraganda, boshiga tashvish tushgan bir tikuvchi oy shu'lasida daryoga tikilib, nima qilishini bilmay o'tirganda, ko'zi suvda jilo topayotgan nurga tushibdi. Uyga qaytib, darhol ushbu ko'rinishni matoda aks ettiribdi. Yaratilgan mato haqida gap so'zlar xonga ham yetib boribdi va darhol tikuvchini saroyga olib kelishni buyuribdi. Hukmdorni ham lol qoldirgan mato Xon Atlas nomini olibdi. Xon Atlas adrasdan tikilgan zamonaviy bayram liboslari defilesi o'zbek an'anaviy naqshlari va matolari bugungi kun moda sanoati va zamonaviy yo'nalishlar bilan mos tushishini isbotladi. Mutaxassislarning fikricha, zaminimizda to'quvchilik hunari 3000 yillik tarixga ega. Bo'z, shoyi, adras, beqasam kabi milliy matolarimiz yurtimiz iqlim sharoitiga mosligi, tabiiy ashyolardan tayyorlangani va yuqori sifati bilan hamisha xaridorgir. Ular orasida Xon Atlas ko'rkamligi, betakrorligi, serjilva naqshlari bilan ajralib turadi. Dunyo bilan suratlar orqali emas, bevosita tanishishni afzal ko'rdim. Shunday imkoniyatni yaratgan Fond Forumga minnatdorlik bildiraman. Asrlar sadosi festivali meni tabiiyligi bilan o'ziga maftun etdi. Garchi moda sohasi mutaxassisi bo'lmasam-da, qadimiy sharqona naqsh va matolarning qayta tiklanishi modaning katta bir yo'nalishiga aylana oladi degan fikrdaman. Mana bir necha yildirki, o'zbek naqshlari jahon moda darg'alari e'tiboridan chetda qolmay kelmayapti. Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali eng yorqin hamda betakror milliy matolarni o'zida mujassam etgan tadbirlardan birini taqdim etdi. Qadimiy Ko'kaldosh madrasasi o'zbek dizaynerlarining namoyishlari bilan to'ldi. Voha liboslari hamda zamonaviy talqindagi ko'hna kiyimlar milliy liboslar festivali doirasida mehmonlarga havola etildi. Zamonaviy dizayner u qanday matolarni hamda qanday liboslarni xush ko'radi? Albatta, milliy matolar. Mana shunday milliy matolarni o'z to'plamida mujassam etgan yosh dizayner Saodatdan bugun biz festival haqida va bugungi to'plam haqida gaplashamiz. Zamonaviy uslubdagi liboslarni milliy ko'rinishda, milliy naqshlarda aks ettirishga harakat qildim. An'anaga ko'ra, milliy liboslar festivali tadbir o'tkazilayotgan hududning tarixiy liboslari namoyishi bilan boshlandi. Mana shu asrlar sadosini tashkil qilinishi bizga bu katta zavq-shavq berdi va mana shu Buxoromiz tarixiy necha yillik tarixga ega Buxoromizga ning mavqeiga yana mavqe zavqiga zavq qo'shildi. Albatta, bundan hamma muxlislar, mana shu yerda to'plangan kishilar ko'tarinki ruhda qabul qilishdi. Toshkent hamda buxorolik 19 nafar dizaynerlarning ijod namunalari yig'ilganlarni hayratga soldi. Milliy taqinchoqlaringiz va libos yaratishdagi qo'l mehnati an'analari meni hayratga soldi. Amaliy san'at yarmarkasida bugun bir nechta antikvar milliy buyumlarni sotib oldim. Namoyishga qo'yilgan barcha liboslar menga ma'qul tushdi. Ushbu namoyish qolaversa butun festival g'oyasi, ya'ni o'tmish va bugungi kun, g'arb va sharq an'analarini uyg'unlashtirishga erishilgani e'tirofga loyiqdir. Sharqona libos yaratish san'atini qayta tiklash milliy liboslar festivalining asosiy maqsadlaridan biridir. Buxoroda ushbu yo'nalishda ishlashga tayyor yosh dizaynerlarning ko'pchilikni tashkil etishi ma'lum bo'ldi. Har yili asrlar sadosi doirasida yangi dizaynerlar kashf etiladi.
Kelgusida ular Fond Forum ko'magi bilan Art Week Style Uz san'at haftaligi Bolajonlar Shirintoylar bolalar moda festivali, Navqiron O'zbekiston an'anaviy va zamonaviy san'at festivali, Bazar Art bezakli amaliy san'at ko'rgazma yarmarkasi singari loyihalarda qatnashish imkoniga ega bo'ladilar. Milliy liboslar festivali o'z nihoyasiga yetdi. Hozir yonimda yaqindagina bolajonlar Shirintoylar festivalida ishtirok etgan va unda g'olib bo'lgan Malika o'tiribdi. Malika, asrlar sadosi haqida fikringiz va bugungi festival qanday o'tdi? Bugungi festival juda ham ajoyib o'tdi. Asrlar sadosi milliy festivaliga ilk bor qatnashdim. Menimcha bunaqa festivallar ko'proq bo'lib tursa, biz yoshlar milliylikni unutmaslikka ham undab turadi. Tadbirda ishtirok etayotgan barcha mehmonlar, dizaynerlar, model va yoshlarni Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali loyihasi muallifi, Fond Forum vasiylik kengashi raisi professor Gulnora Karimova qutladi. Milliy kolorit, o'zbekona ruh aks etgan liboslar yig'ilganlarni hayratga soldi.